Hurmatli mijozlar, sizlar bilan hozir iDo'kon dasturida sotuvni amalga oshirishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun shtrix-kod bo'yicha qidirish joyiga mahsulotlarimizning shtrix-kodini skaner qilamiz. Mahsulot, bunisi. Mahsulotlarimiz ko'rganingizdek har bittasini hisoblab boryapti va deylik qaysidir mahsulotdan mana bundan 2 dona kerak. Buni shtrix-kodini yana bir marta urishimiz mumkin yokida shunchaki plus tugmasini bosishimiz mumkin. Minusni bossak soni orqaga qaytadi. Deylik bu mahsulotdan bir vaqtning o'zida ko'proq olmoqchi. Deylik 50 ta dona olmoqchi bo'lsa, 50 marta skaner qilib yoki plus bosib o'tirishimiz shart emas. Miqdoriga 50 ta yozib plus tugmasini bossak, bizga miqdori 50 taga o'zgaradi. Yana misol uchun 50 ta qilib qo'ydik, adashib 5 ta yozmoqchi edik. 5 taga qaytish uchun minusni bosib o'tirish shart emas. 5 plus tugmasini bosamiz va miqdori 5 taga o'zgaradi. Shtrix-kodi bo'yicha qidirish joyidan shtrix-kodini topdik. Agarda nomi bo'yicha shunchaki qidirmoqchi bo'lsak, izlashdan nomini qidiramiz. Deylik banan. Banan desak, banan so'zi bor, hamma tovarlarimiz chiqib keladi. Ustiga 2 marta bosish orqali bu joyga qo'shib olamiz. Deylik banandan sotyapmiz. Bizda shunaqangi holat bo'lishi mumkinki, misol uchun banan kilosi 19 ming ekan, bizga 15 minglik bering deyishi mumkin kilolik tovarlarda. 15 minglikni bosib turib, bo'luv belgisini bosamiz. O'shanda miqdoriga o'zi avtomatik 15 minglik hisoblab oladi. Deylik, grammini ham yozishimiz mumkin. Misol yarim kilo bering desa, 0.5 bu yoqqa va plus tugmasini bosamiz, miqdori 500 grammini o'zi avtomatik hisoblab beradi. 25 minglik bering desa, 25 ming va bo'luvni bosamiz. Endi to'lovga 74 ming so'm bo'libdi. To'lovni bosamiz. Naqd bo'lsa naqdda, agar terminal bo'ladigan bo'lsa, terminalda tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar ikkalasini bo'lib yozmoqchi bo'lsak, deylik, misol uchun naqddan berdi 15 ming berdi, qolganini terminalda yechib oling desa, buni bossak, miqdorini o'zi ko'rsatib beradi. 15 ming naqdda, 59 ming kartada. Agar Humo terminal orqali to'lamoqchi bo'lsak, Humoni bosamiz. Deylik, bizga naqddan 25 ming oldi, qolganini kartada va qabul qilmoq tugmasini bosamiz. Bu mahsulotlarimiz sotildi avtomatik. Mahsulotlarni sotganimizdan so'ng avtomatik ravishda o'zi chek chiqarib beradi. Agar sizga chek chiqarishi kerak bo'lmasa, buni bosib turib qizil bo'lib tursa, chekka komanda bermaydi. Agar bu qora bo'lib tursa, chekka avtomatik komanda beradi. Deylik, boya sotgan tovarlarimizni chekini ko'ramiz. Buning uchun cheklar bo'limiga o'tib olamiz, ikkinchi bo'limga. Oxirgi sotgan chekimizni 11.29 da sotgan chekimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nimalar sotganligimiz haqida. Agarda bu mahsulotimizni qaytarib keladigan bo'lsa, shu chekini topib, sanadan sanagacha, summadan summagacha filtr qilib yoki bu joyiga shtrix-kodi bo'yicha qidirib, o'sha chekimizni topib qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun qaytish tugmasini bosamiz. Kerakli mahsulotni tanlaymiz. Misol uchun mana buni 5 ta sotgan ekanmiz. Ustiga 2 marta bosganimizda bu yoqda qaytish sonini belgilang deyapti. Deylik, menga 2 ta donasini qaytarib berdi. Shunda 4 ming so'm men unga qaytarib berishim kerak bo'ladi. Qaytarish, OK tugmalarini bosamiz. Bu mahsulotimiz ham ostatkasi joyiga qaytdi va summamizdan 4 ming so'm minus qildi. Buni ko'rishimiz uchun X hisobotimizni tekshirishimiz kerak. X hisobotga bosdim. Savdo hajmi 74 minglik sotilgan edi. 25 ming naqdda, 49 ming terminalda orqali eshitdik. O'shandan 4 ming so'm vazvrat qildik. Deylik, naqddan 25 ming kirim bo'lgandi. 4 ming vazvrat bo'ldi. O'shanda 21 ming so'm naqdda pulimiz qoldi. Endi biz deylik, misol uchun do'konda mahsulot sotyapmiz, bitta mijozimiz keldi, bir nechta mahsulot oldi. Bir nechta mahsulotimiz olgandan keyin unga yana mahsulot kerak bo'lib qoldi. Bu tovarlarni o'chirib yubormasdan turib, keyingi mijozimizga xizmat ko'rsatish uchun bu joyda plus tugmasini bosamiz. Bu plus tugmasini bosish orqali biz 5 tagacha mijozga bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi.
Bunga qaytsak, birinchisiga qaytsak, hali ham bu turgan bo'ladi. Biz ikkinchi mijozi bunga keldik, shtrixini skaner qildik. Kerakli mahsulotlarni tanladik va to'lovga bosib, naqdda ha deb qabul qilmoqni bosdik. Bunga sotib yubordik. Yana birinchisiga qaytsak, bu mahsulotlar turgan bo'ladi. Kerakli mahsulotini tanlab bo'lgandan keyin bunga ham kerakli mahsulotlarni qo'shdikda buni ham chiqarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda tezkor to'lov tugmalari bor. Naqdmi? Naqd yoki terminal bo'lsa, terminal orqali bo'lishi mumkin. Endi deylik do'konimizda, misol uchun mana bu narsani narxi 4000 so'm ekan. Biz buni 3500 so'mdan berishimiz mumkin. Faqat kelgan narxidan arzon qilib bera olmaymiz. Deylik, misol 2000 qilib beramiz desak, yulduzchani bosamiz va bu joyda kelgan narxidan past bo'lishi mumkin emas deyapti. Biz buni 3500 so'm qilib ko'ramiz. 3500 so'm qilib ko'rdik. Yulduzchani bosdik, 3500 dan bo'ldi. 2000 so'mdan bo'lmadi, 2000 so'mdan baland kelgan ekan summasi. Va narxiga ta'sir qilish uchun yulduzcha, soniga ta'sir qilish uchun plyus va kilollik mahsulotlarni sotishimiz uchun o'zi miqdorni avtomatik aniqlab olish uchun, summaga qarab miqdorni aniqlab olish uchun bu bo'luv tugmalaridan foydalanar ekanmiz. Bundan tashqari biz chegirma ham berishimiz mumkin. Deylik 83 ming so'mlik pul bo'libdi ekan, 80 ming mijozimiz berdida 3 ming so'mga rozi bo'ling degan holatlarda biz 3 ming so'mni bosib turib default tugmasini bossak, biz unga 3 ming so'm chegirma qilib bergan hisoblanamiz. Adashib chegirma berib qo'ydik. Buni olib tashlashimiz uchun mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Bunda chegirmani bekor qilish. Buni bosdik. Umumiy hamma chegirmadan voz kechdik. Ya'ni 84 ming so'm to'lovga bo'lyapti. Deylik, bunda foizga ham chegirma berishimiz mumkin. Deylik, 2% chegirma berdim desak, F5 tugmasini bosamiz. F5 tugmasini bosganimizda 2% 1680 so'm bo'lar ekan. Shunda 82320 so'm to'lovga hisoblayapti. Buni ham bekor qilmoqchi bo'lsak, buni bosamiz. Endi bizga individual, ya'ni misol uchun mana bu tovardan ikkita donasi 70 ming so'm bo'lgan ekan. Mana shuni o'zini ikkalasini 60 ming so'mga bering deydigan bo'lsa, ikkalasi uchun 65 mingni 65 ming bo'lishi uchun biz 5 ming so'm chegirma berishimiz kerak. 70 ming edi. 65 ming uchun 5 ming chegirma berib, F7 ni bossak, miqdori 65 ming so'mga, ya'ni to'lovi 65 ming so'mga o'zgardi. O'shanda biz jami summadan 5 ming so'mni chegirma bergan hisoblanamiz. Va to'lovga bosamiz, qabul qilmoqni bosamiz. Bu sotildi. Deylik, bizda yana sotuv jarayonimizda kerak bo'ladigan jihatlardan bittasi, deylik, admin panelimizda nimaningdir narxi o'zgardi. Nomenklaturaya kirdik. Misol uchun, qaysidir tovarimizni narxi o'zgardi. Misol, sichqonchamiz. Sichqoncham. Narxi 35 ming turgan ekan, biz buni 36 ming qilmoqchimiz. Narxini 36 ming qilib turib, saqlash, bosdik. Narxi 36 mingga o'zgardi bu narximiz. Endi biz buni kassaga kirsak, hali ham 35 mingligicha turibdi, mana deylik. Mana narxi 35 mingligicha turibdi. Biz buni sinxronizatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. O'shanda narxi 36 mingga aylanadi. Buning uchun bu sinxronizatsiya tugmasini bosamiz. Admin panelda qilingan o'zgarishlarni o'ziga tortib oladi. Deylik, buni yana qaytadan topamiz. Mana narxi 36 mingga aylandi. Narxi 36 mingga aylandi. Endi biz bu joyda sinxronizatsiyani bilib oldik. Bu joyda kassani bloklab turadi. Ya'ni kassir qachonki va parolni teradi, o'shanda kirib qaytadan ishni davom ettirish mumkin. Ya'ni bu har xil holatlardan kassamizni saqlab turadi. Keyingi masalamiz, deylik, kassamizda 122 ming so'mlik naqd pul bor ekan. Undan biz obedga berishimiz, obed qilishimiz mumkin yoki ishchilarga oylik sifatida
xarajatlarimizni yozib qo'yish mumkin. Buning uchun dollar belgisini bosamiz va qilingan xarajat turini bu yoqdan tanlaymiz va summasini yozamiz. Deylik 22 ming so'm berildi. Misol nimadir turib kommentariy yozdik. Qabul qilmoq tugmasini bossak, bizga xarajatlarga yozildi. Ya'ni X отчетimizni tekshirsak, kassada qoldik 100 ming so'm bo'libdi. Naqd oylik xarajatga 22 ming so'm yozilgan ekan. Undan tashqari biz qarzga sotishimiz mumkin. Deylik, mahsulotlarimizni 42 ming so'm bo'ldi. Buni qarzga sotmoqchi bo'lsak, qarzga tugmasiga o'tamiz va mijozni tanlang bosamiz. Mijozga qarasak, deylik, Komil ID shu joyda turar ekan. Hozirda 95 ming qarzi bor ekan. Ustiga yana qo'shmoqchi. 42 ming so'm. Deylik, 42 ming so'mda 12 ming so'mini berdi-da, 30 ming so'mini qarzga yozib qo'yinglar dedi. Shu vaqtda ham yozib qo'yishimiz mumkin. Qabul qilmoq tugmasini bossak, bu qarzga yozildi. X отчетimizni tekshiramiz yana. Qarzga sotilgan 30 ming so'm deb ko'rsatdi. Kassada 12 ming so'm sotilgan naqd pul ham tushdi. Endi qarzni qaytarib keldi. Qarzini qaytarib kelgan miqdorda bu joyga bosamiz, qarzdorlar bilan hisob-kitob dedi. Shunga bossak, bu joyda qarzdorlarimiz chiqib turadi. Mijozlar ichidan izlaymiz Komil ID. Ko'rganingizdek 125 ming so'm qarzi bor ekan. Deylik, uni yana 25 ming so'mini qaytarib berdi. Qabul qilmoq tugmasini bosamiz. Komil IDga qarasak, qarzi 100 ming so'm qoldi. Yana X hisobotimizni tekshiramiz. Bunda naqd bagajeti задолженность kiran deyapti. Ya'ni naqd 25 ming so'm qarzini qaytarib kelganligi haqida ma'lumot berib turibdi. Yana do'konimizda bo'lishi mumkin. Sotilayotgan mahsulotlar orasida juda ham ko'p sotiladi. Misol uchun, buxonka non, liposhka yoki tuxum, pampeslar. Ularni mana bu joyda tezkor tanlov mahsulotlariga qo'shib qo'yishimiz mumkin. O'shanda shu joyda turadi, ustiga 2 marta bosish orqali skaner qilib tezroq topib olishimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu joyga test tanlovga qo'shib qo'yishimiz uchun biz bu joydan test tanlov deb ko'rsatyapti. Mana 4-menyuga kiramiz va kerakli mahsulotlar keraksizini o'chirib yuboramiz. Va o'zimizga kerakli, misol uchun, non. Enterni bosamiz, chiqib keladi. Deylik, non, buxonka, peshqayroq chiqib turib, kerakli mahsulotlarni tanlab, saqlash tugmasini bosib qo'yamiz. Yana sotuv oynasiga o'tib, bu test tanlovga bosadigan bo'lsak, biz tanlagan mahsulotlar turibdi. Ustiga 2 marta bosamiz, bu joyga qo'shiladi. Agarda biz rasmini ham qo'yib qo'yishimiz mumkin mahsulotlarimizni. Mahsulotlarimizga kirganimizda, admin panelida 4-bo'limda mahsulotlarda qalamchani bosib turib, amallardagi rasmini qo'yib qo'yishimiz mumkin. O'shanda mana bunaqa rasm paydo bo'lib turadi. Rasmga tanlang degan joydan kompyuterimizga zaxlant qilingan rasmni tanlashimiz kerak bo'ladi. O'shanda bunaqa bo'lib chiqib turadi. Keyin saqlash tugmasini bosib qo'ysak, rasmi avtomatik paydo bo'lib turadi. Endi kassaga o'tib turib, bitta обновить beramiz va interfeysiga ta'sir qilish uchun mana bu обновить tugmasidan foydalanamiz. Endi sotishga o'tamiz. Bunga o'tsak, rasmlari bilan chiqib turadi o'zi avtomatik. Ustiga 2 marta bosish orqali buni ham tanlab sotishimiz mumkin bo'ladi. To'lovga, deylik, qarzga, yana Komil IDga yozmoqchiman. Agar bu joyda mijozlarimiz bo'lmasa, qo'shish tugmasi orqali mijoz ismi, telefon raqami, manzili, xohlasak bu mijoz topib olishimiz uchun izoh, ikkinchi raqamni yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi.